Gapiring Sho'rikjon, mana shu sizga g'arbda yurgan do'stlarga bir musofirda yurgan. Salom hammaga do'stlar. Bayramlar bilan. Assalomu alaykum. Xo'p, mana shu yerda o'tirgan do'stlarimiz, musofirchilikda, g'ariblikda yurgan do'stlarimiz. Mana bugun 23-fevral Tojikiston Jumhuriyatini milliy qo'shinlarni tashkil topgan kun, bayram, yigitlar bayrami. Shunday ekan, barcha 86-yilda tug'ilgan do'stlarimizni chin qalbimizdan mana shu yerda o'tirgan o'rtoqlarimiz, do'stlarimiz nomidan tabriklaymiz. Har biringizni xonadoningizga tinchlik, totuvlik, omonlik tilaymiz. Farzandlaringizni yaxshiligini ko'rib, ota-onangizni elimizni xizmatidan hech ham charchamasdan baxtli, saodatli kunlarda yashab yurishlaringizni Allohdan so'raymiz. Mana shu bugungi kunda o'tirishimizni, mana shunday bir go'zal dasturxonimizni, shirin taomlarimizni tashkil qilgan mana do'stlarimizga kattadan katta minnatdorchilik bildiramiz. Mana shu ishlarga bosh qosh bo'lib yurgan mana do'stlarimizga, mana Alisher Bobonovga, mana shu yerdagi dasturxonimizga uzoqda bo'lsa-da ko'ngillari yaqin bo'lib o'z hissasini qo'shgan do'stlarimizga ham, shu jumladan mana Yusufjon Qo'ldoshev, Bobomurod do'stimizga ham kattadan katta minnatdorchilik bildiramiz. Qolgan do'stlarimizga ham, musofirchilikda yurgan, mana shu bugungi o'tirishimizga, bayramimizga qatnashib olgan do'stlarimizga ham kattadan katta minnatdorchilik bildiramiz va bugungi bayram bilan chin yurakdan tabriklaymiz. Har birimizni xonadonimizda yaxshi kunlar ko'p bo'lsin, vatanimiz tinch bo'lsin. Mana shunday yaxshi kunlarda, to'ylarda, mana shunday bir bayramlarda bir dasturxon atrofida o'tirib shirin suhbatlar qurishni Alloh bizga davomiy uzoq yillar bizga nasib etsin. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Yanagi yil mana shunday 23-fevralda yaxshi kunlarda, Navro'z bayramlarida birgalikda mana shunday bir dasturxon atrofida o'tirishlikni Alloh o'zi nasib eylesin. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Amin. Alloh Ajoyib bo'ldi. Gap yo'q. Mazza qildik, dam oldik bugun. Tabrik hamakasara. Praznikim, mujikki. Mana nevaramiz Barotali To'rayev bugun bobolarining xizmatida bo'ldi. Молодец.